Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu galgi videom Cherry avtosalonida bo'lib o'tadi. Ayni vaqtda Cherry modellari uchun ham rassrochka e'lon qilingan. Bundan oldin esa hozirda hammani qiziqtirib turgan Tiggo 2 Pro modeli rassrochka shartlari va tartibi haqida batafsil tanishtirib o'taman. Avtomobil faqat bitta pozitsiyada, ya'ni premium pozitsiyada ishlab chiqarilgan bo'lib, 102 ot kuchiga ega 1 litrli turbo motor bilan jihozlangan. Avtomobil 100 km ga shahar sharoitida 7,1 litr, trassada esa 5,5 litr yoqilg'i sarflaydi. Avtomobilni foizsiz muddatli to'lovga xarid qilish uchun avtomobilning tan narxi 214,900,000 so'm etib belgilangan. Shu narxni 50%, ya'ni 107 million so'm to'lovni siz oldindan amalga oshirasiz va qolgan 50%ni 18 oy muddatga foizsiz bo'lib to'lash asosida xarid qilishingiz mumkin. Oylik to'lov esa sizga har oyiga 5,970,000 so'mdan har oylik to'lovi to'g'ri keladi. Avtomobil haqida batafsil ma'lumot olish uchun telefon nomerlarini yozib qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib ma'lumot olishingiz mumkin. Bundan oldin esa videolarim siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like tugmachasini bosib qo'ying va kanalimga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Hammaga rahmat.